Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana biz hozirgi paytimizda Rossiyada ishlab chiqarilgan qo'yni yungini olish mashinkasi bilan Xitoyda ishlab chiqarilgan qo'yni yungini olish mashinkasining bir-biridan ikkita mashinkaning yutuqlarini hamda kamchiliklarini mana hozir video davomida mana sizlarga masalan ochib beramiz. Hozirgi paytda masalan Rossiyada ishlab chiqarilgan mashinkalar o'sha Sovet davrida ishlab chiqarilgan, o'sha 90-yillarda masalan Rossiya tugagandan keyin bu mashinkalar o'sha qolib ketgan mashinkalar hozirgacha masalan nima qilinmoqda? Qo'y yungini olish uchun moslashtirib ishlatilib kelmoqda. Hozirgi paytda buning topish ham amri mahol bo'lib qoldi, yangisini masalan. O'sha 90-yildan qolib ketgan mashinkalardan. Endi hozir Xitoyda bo'lsa agar hozirgi paytda mana Xitoyning brend mashinkalari masalan nima qilinmoqda? Masalan ishlab chiqarilyapti. Mana brend asosida ishlab chiqarilyapti. Mana brendi ham masalan blok tanasi ham kichkina, mana brend mashinkaning firmaning otlari bilan masalan nima qilingan? Ishlab chiqarilgan. Bu brend mashinkasidan misol tariqasida ikkita mashinkani hozir masalan detallari bor. Mana detallari bo'yicha masalan nima qilamiz biz hozir obzor olib boramiz. Qanaqa detallari bor. Ikkalasi mashinka ham masalan 380 nima dvigateli 380 ga moslashtirilgan. Bu dvigatellari masalan xuddi blok tanada ishlaydi. Mana rossiyskisini ham blok tanasi bor. Mana uni военный свет deydi. Keyin masalan M200 deydi markali mashinkalarning blok tanalari bilan ishlaydi. Bu blok tanalar bir-biri bilan masalan farq qiladi masalan. Nimagaki bu mashinkani ham blok tanasi zamon talablariga qarab masalan yaxshi tomonlarini masalan военный свет masalan o'z yutuqlari bilan olib borilyapti. Hozirgi paytda o'sha военный свет ham masalan hozirgi paytda ishlab chiqarilmoqda. Endi bu Xitoy mashinkasiga kelsak agar bu Xitoy mashinkasini ham biz masalan 2 yil davomida masalan hozir masalan eksperiment sifatida Xitoydan zakaz berib olib keldik. Masalan olib kelganimizda mana endi yangisi ham kelgan hozirgi paytda. Misol tariqasida bu brendli bo'lganligi uchun ancha masalan qanday masalan mutaxassislari masalan professional mutaxassislar uchun masalan mo'ljallangan, professional mutaxassislar uchun mo'ljallangan. Buni hozir masalan ishlatib ko'rdik. Obzor qilishdan maqsadki shu O'zbekistonimizda mana qo'y yungini bilan shug'ullanadigan masalan qo'y yungi xizmati bilan shug'ullanadigan masalan ustalarimizga, masterlarimizga masalan shu ikkita mashinkaning masalan kamchilik hamda yutuqlarini masalan aytib o'tmoqchimiz. Endi kim qanday xohlasa, kimda rossiyskida bo'lishi mumkin, kimda Xitoyda bo'lishi mumkin. Xitoyda ham masalan hozirgi paytda masalan necha xil mashinkalar ishlab chiqariladi. Bir Xitoyning o'zida masalan original mashinka ishlab chiqariladi, o'rta mashinka masalan, ammo hozirgi paytda masalan 800 minglik oddiy mashinkalar ham ishlab chiqariladi. Bularni bir-biri bilan masalan farqlanishi uchun uni brendini masalan bilish kerak. Brendida masalan misol tariqasida brend emblemasi qo'yilgan, brend emblemalari qo'yilgan mashinka. Shu detallarning o'zida ham masalan detallarni o'zi masalan sizlarda obzor qilishimiz mumkin. Detallarning o'zida ham mana detal qo'ysak agar mana chashkachasini inobatga olgan taqdirimizda mana chashkachasiga mana orqa tomonda o'zini emblemasi, originalligini masalan bilinadi. Xitoydan masalan olib kelayotgan bo'lsangiz, originalda masalan shu emblema bilan masalan nima qilishimiz mumkin? Ko'rishimiz mumkin mana. Kosachasini masalan ko'rishimiz mumkin. Kosachasini ham qalinligini qarang masalan. Qalinligi endi obzorga o'tamiz biz. Qalinligini qarasangiz agar mana endi rossiyskiy bilan taqqoslaymiz. Buni bir-biridan farqlash uchun masalan rossiyskisi ham mana buni devorlari yupqa, masalan bunga nisbatan metali buni baquvvat kalit qilingan. Mana buni detallari masalan yupqaligi bilan ko'rishimiz mumkin. Bu mashinkaning detalda masalan bog'liqligini ko'rsatadi. Undan keyingi masalan detalimiz mana oldi qismining chashkachasi deydi. Oldin qismchasi. Bu chashkasi ham rossiyskiy, ikkalasi rossiyskiy podgon qilingan. Mana bunga qaraganimizda mana bu ozgina uzunchoq detali masalan markasi o'sha emblemalar bilan masalan nima qilinibdi? Farqlanib ketyapti masalan. Undan tashqari mana bu yerda qolgan detallarni ham hozir ichini ochib ko'rib biz sizlarga obzor qilib o'tib ketamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, hozir mana ikkita mashinka masalan detallarni
hozir bir bilan taqqoslaymiz. Mana ikkita mashinkamiz ham masalan 500 tushni masalan ikkalasi ham ishlash prinsipi bir xil. Blok pitanada ishlaydi. Mana bular masalan nima qilinadi? Blok pitana bilan ishlaydi. Buni shotka yo'q bo'ladi. Motori hech qachon kuymaydi. Misol tariqasida ikkalasini ham xuddi shunday masalan funksiyalari masalan bor. O'shaning inobatga olgan holda. Hozir biz mana shu mashinkani mana ikkalasini ham ichki detallarini yechib sizlarga masalan obzor qilib o'tamiz. Masalan ichki detallarini yechib masalan kuzatamizki, hozir masalan ana shu yerda buni yechganimizda nima qanaqa detallari masalan ichkarisida borligini misol tariqasida ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ko'rishimiz mumkin. Mana detallarni ochdik. Mana ichida mana shestronkasi bor. Mana o'rtasida mana mexanizmlari masalan turibdi. Mana mexanizmlari. Endi buni ham nima qilamiz? Detallarni ochishga harakat qilamiz. Mana shestronkasi mana ishlangan, ozgina mana shestronkasi mana aylanadi. Mana aylangan paytda mexanizm nima qiladi? Mana nimani aylantiribdi buni. Mexanizmi masalan hamma narsasini aytadi. İçida o'qi bor, boshqa narsalari bor. Ana shestronkasi mana buning ichidagi shestronkasi mana ana shu shestronkadan joylashgan. İchiga mana bu detaldan joylashgan. Ichkarisi mana shayba qo'yilgan o'q panjadan masalan tashkil topgan. Xuddi shunday. Endi keyingi mashinkamizni ham ichki detallarni masalan o'zi ochib obzor qilib o'tamiz sizlarga, hurmatli kuzatuvchilar. Bu mashinkani mana ishlash prinsipi, buni masalan yoqayotgan paytimizda blok pitanadan yoqadi. Lekin buni yoqayotgan paytda mana sheridan bossangiz agar mana yoqiladi, knopkasi mana shu yerda. Shunday bosasiz, ishlab ketaveradi. Mana bu yerlarda masalan joylari bor, masalan ochilayotgan. Mana endi hozir buni ham nima qilamiz? Ochib kuzatamiz. Mana endi kuzatuvchilar mana bu yerda masalan ochiladi. Mana joylari bor, ko'p joylari. Mana hurmatli kuzatuvchilar, mana ikkalasi ham mana shestronkasi bor, mana aylanayotgan. Bunga ham mana ikkalasi bir xil tartibda ishlaydi mana. Ishlash prinsipi motori masalan 5 tushni bo'lganligi uchun ikkalasini ham motor. Endi buni ichki detallarini mana ichki detallari bor ana. Ichki detallarga e'tibor berayotgan bo'lsak, ichki detallarida mana ichki detallarda mana buni taqqoslanglar ana. Taqqoslash uchun masalan ikkalasini taqqoslash maqsadida ana shestronkani ko'ryapsizlar, mana shestronka aylanadi. Buni detali mana shestronkaga tegib o'tiradi, lekin buniki bo'lsa agar mana ichkarisida 3 ta masalan nimadan iborat? Mayda shestronka, keyin ichiga katta shestronkada joylashgan. Bu hech qachon bu zo'riqishga qo'ymaydi 3 ta shestronka. O'rtaga bo'lganligi uchun o'rtasidan uchalasini ham birdaniga masalan nima qiladi? Aylanadi. Birdaniga necha bo'lsangiz agar bo'ladi. Lekin endi farqi mana yeyilishi 1 gram 2 yil davomida men o'zim ishlatgan bo'lsam agar mana 1 gram hech nima qilmagan. Yog'ini ham faqat yog' solinadigan joyi bor, yog'ni solasiz, tamom. O'sha 3 ta shestronka buni zo'riqishga qo'ymaydi. Xuddi reduktor vazifasini masalan nima qilinadi? Bajaradi. Reduktorda qisilib qolmaydi. Endi buni masalan obzor qilayotgan paytimizda bu shestronkani e'tiborga olgan paytimizda bu shestronkani bu bir chetiga tegib qoladi. Chetiga tegib qolgandan keyin detalni bir tomonini nima qiladi? Shestronkani bir tomonini masalan yeyiladi. Yeyilgandan keyin bu mashinkamizdagi detali ketganidan keyin bu detalni almashtirishga to'g'ri keladi. Yoki masalan tovushi yuqori baland chiqadi, qilib ketadi. Uni navbatda buni kamchiligi shu yerda masalan.
Hozirgi masalan yangi masalan zamonaviy kelgan mashinkani masalan yutug'i shundan iborat bo'ladi. Olishi ham yaxshi, ham yengil, metalldan qilingan, hammasi narsalari bor. Ikkinchi kamchiliklardan aytib o'tsak agar hozirgi paytda buni hozirgi paytda men o'zim ham ishlatib yurgan bo'lganim bo'lsam, qancha vaqtdan buyon ikkinchi nima tomonlari detallarning yeyilishi, mana pachemnigi bor, mana pachemnigi bor. Bu pachemnikda masalan nima qilinadi? Pachemnikda kirgandan keyin bu tomonda masalan buni aylanishi bor, mana buni orasida kiriladi. Pachemnikning mana shu joylari masalan konus bo'lib ketadi. Mana bu sharik aylantirayotgan paytda bu detalni bir chetidan bosgandan keyin bu joyi qochgandan keyin konus bo'ladi mana. Konus bo'lishlar bu. Konusligini masalan nima qilish? Mana bu detallardan konusligini ko'rish mumkin. Konusligini. Mana endi kim ishlatib yurgan bo'lsa bu narsani masalan yaxshi tushunadi bu narsani. Lekin hozirgi paytda bu detalni topish ham amri mahol bo'lib qolgan. Endi Rossiyada masalan hozirgi paytda original Rossiyadagi metallar kelmayapti. Undan keyin o'zi eski bo'lganligi uchun bu detallarni ham topish hozirgi paytda amr mahol holatda kelib qolganligidan dalolat masalan beriladi. Mana shu yutuqlari bilan masalan hozirgi paytda masalan bu mashinkalar masalan bir-biridan o'zlari mana ishlash prinsipida masalan yoki mexanizmlarda masalan mana bu takomillashtirilgan masalan zamonaviy bo'lganligi uchun mana shu shestronkalari bunga nisbatan masalan men 2 yil davomida buni ishlatgan bo'lsam agar har 6 oyga bitta yangi mashinka olish kerak yoki yangi pachemnik olish kerak. Bu pachemnik bunga kiradimi yo'qmi? Bu ham yana problema. Bu konus bo'lganmi yo bu ham ancha nima qiladi? Odamning vaqtini oladi yoki boshqa narsa. Professionallar uchun masalan original masalan bir organizmda hech bo'lmaganda 2 yil 3 yil masalan xizmat qiladigan mashinkani masalan nima qilaman olish kerak bo'ladi. O'sha uchun hozirgi paytda masalan mana shu farqlari kimga masalan ma'qul bo'lgan bo'lsa agar masalan videomizni men biza xursand bo'lardikki bu shu narsalarni masalan O'zbekistonda qo'y yungi bilan shug'ullanadigan masalan masterlarga mana master klass o'tkazib masalan beramiz. Bundan keyingi videolarimizda masalan boshqa detallari haqida ham masalan aytib o'tib ketishimiz mumkin bo'lib qoladi mana. Ikkinchi yana bitta detalni ham aytib o'tib ketayki, mana bahorgi paytda masalan qo'y yungini olayotgan paytda qo'yning yungi masalan ko'p ham masalan nima bo'ladi? Patli bo'ladi, yog'li bo'ladi. Mana hozirgi pichoqlari masalan pichoqlari ham masalan brendiy pichoqlar kelgan, brendiy pichoqlar bular 9 talik. Endi sovetskiy masalan mashinkalarda masalan 11 talik masalan pichoqlari bor mana. Bu bilan buni ham farqi bor. Nima farq qiladi? Bahorgi qo'yni olish maqsadida 9 talik bilan olgan juda ham yaxshi bo'ladi. 9 taligini ham masalan brendivisini olinglar. Mana brendivi deb yozib qo'yilgan o'zini masalan narsalariga bor. Shunisini olsangizlar agar yaxshi nima qilinadi. Metaliga farq qiladi masalan original bilan yoki masalan original bo'lmagan detallar bilan ham masalan ishlash mumkin. Masalan Xitoyda aytib o'tdik, hozirgi paytda masalan 3 xil tartibdagi masalan mahsulot ishlab chiqariladi. Originali qimmatroq, unisi o'rtaroq, unisi pastroq. Endi 9 talik bilan olayotgan paytda masalan ba'zi masalan kuzatuvchilarimiz borki, mashinkani pichog'ini tezlab keldim deb aytishi mumkin, ustoga aytishi mumkin, tezlab berishi mumkin, lekin u qo'y masalan bilasizlarki, bahorgi qo'y masalan tuqqan bo'lishi mumkin, boshqa kamchiliklar bo'lishi mumkin, yog'i ko'p bo'lishi mumkin, pati bo'lishi mumkin. Bu o'sha joyga masalan nima qilmaydi? Yetib bormaydi, kirmaydi. Mana 11 talik bo'lganligi uchun 11 talikning orasida masalan yog'lar kirib qoladi. Buni orasida yog'lar kirib qolmaydi. Yutug'i shundaki, buni nimalari, shaglari katta bo'lganligi uchun tez masalan ishlab ketadi. Endi pichoq olayotgan paytlaringizda ham hurmatli kuzatuvchilar, masalan shu pichoqni ham yaxshisini olish kerak. Masalan, yaxshisini olganingizdan keyin masalan sizlarga e'tiroz bo'lmaydi. Endi professional oluvchilar bor. Masalan, professional oluvchilar masalan ular tushunadi, pichoqni ham boshqa narsani ham tushunadi. O'zini charxi bor, masalan charxlaydi, boshqa narsa qiladi. Ular tushunadi, masalan oladi, ozgina qiyinchilik bo'lgan taqdirda ham pichoqni almashtirib bo'ladi. Endi yaxshi masalan hozirgi paytda mana shu ish bilan shug'ullanaman deganlar uchun ham masalan bu master klassimiz ularga as qotadi deb o'ylayman. Rahmat. Hurmatli kuzatuvchilar, mana blok tanamiz, bu blok tanamiz masalan original blok tanasi
bu mashinkalarda masalan xuddi shunday mashinka yoki masalan rezina shunaqa mashinkalar hozirgi paytda masalan bozorda masalan yo'q emas, bozorda 1,5-2 million atrofida turibdi, lekin u chemodanchalik, bunaqa sumkalik, original brend yo'q, original brend yo'qligi uchun misol tariqasida aytib o'tib ketaman. Ana mashinkamiz kelgan, mashinkamiz yangi bo'lganligi uchun sizlarga masalan obzor qilib o'tyapmanki, bu mashinkani mana birinchi navbatda masalan mashinkani ko'rayotgan paytlaringizda mana bu yerda masalan original zavodning ishlab chiqargan nomeri bor. Mashina olgan bo'lsangiz agar blokka masalan nomer qo'yilgan. Shu nomer bor. Ikkinchidan e'tibor beringlar, mana shuning masalan qotirayqon narsasi, mana qotirayqon o'sha kulchiga masalan mana shu yerdagi brendoviy etiketkasi bor. Mana brendoviy etiketka bor. Undan tashqari mana mashinkamizni masalan mana brend bo'lganligi uchun ana o'zining brendoviy masalan metkasini qo'ygan. Brendoviy metkasini qo'ygan. Har bir detaliga metka qo'yib chiqqan. Detaliga. Yangi narsani olmoqchi bo'lsangiz, original bo'lsa, har bir detaliga e'tibor bering, brend qo'yilgan. Undan tashqari mana brendoviy masalan metkasi masalan shu tovlanayotgan joy, regrovkacha joyigacha masalan brendoviy metkasi bor. Brendoviy metkasi o'zini rezinida ham turibdi. Brendoviy metka rezinda ham turibdi. Undan tashqari brendoviy metkamiz masalan mana hurmatli kuzatuvchilar ko'rinayotgan bo'lsa mana bu qo'lcha deymiz. Biz ham masalan tilimizda qo'lcha desak, mana brendoviy metka shu yerda ham masalan nima qilishimiz mumkin? Ko'rishimiz mumkin. Sizlarda hozir masalan videomiz davomida aytib ketdik, mana brendoviy metka bo'lganligi uchun brend bo'lmagan narsalarda masalan bu metkani qo'yilmaydi, hurmatli kuzatuvchilar. Shu narsani inobatga olinglar. Xizmat qilish muddati mana shu brendi bilan masalan nima qilinadi? Farq qiladi. Endi masalan blok tanasiga masalan aytib o'tib ketayotgan bo'lsak, blok tanasini mana blok tanasi bu yerda yangisi ham turibdi. Bu blok tanasi ikki xil funksiyada ishlaydi. Aboroti katta yoki kichik qilish mumkin. Mana shu joyda masalan maydagina narsachasi bor. O'shani inobatga olgan holda masalan nima qilinadi? Katta pastga. Undan tashqari mana brend bo'lganligi uchun mana sizlarda ko'rinishi uchun mana bu narsamiz masalan 110 voltdan to 240 voltgacha masalan nima qilinadi? Tushunaymi? 100 voltdan 240 voltgacha tokka ishlaydi. Tokimiz masalan qayerdadir past bo'lsa ham bu mashinkamiz kuymaydi, ishlaydi. Ishlash prinsipi zo'riqmaydi 110 voltda. Bu Euro standartga masalan nima qilingan? Moslashtirilgan blok pitanasi. Mana shu blok pitanasi bilan masalan men o'zim masalan 2 yildan buyon xizmat qilib o'tirayotgan bo'lsam, biron kamchiligi yo'q. Ikkinchi tomondan ham yengil, ko'tarib yurish uchun ham qulay. Mana buni masalan endi ishlatib yurganligim uchun bu brendoviy narsamizni ko'rdik. Endi mana sizlar uchun masalan endi bu narsani mana yangisini masalan kuzatuvchilar mana sizlar uchun masalan nima qilishimiz mumkin? Bemalol zakaz berib yoki boshqa nima qilib mana shunday upakovkalarda keladi. Mana hamma narsalari bor, mana pichoqlari bor. Pichoqlari ham mana bu yerda garantiyaning talonlari bor. Garantiyaning talon 1 yil davomida masalan garantiya masalan beriladi bu narsalarimizda masalan brend bo'lganligi uchun Xitoyning o'zi garant berib o'tiribdi. Masalan, chesti zavod bo'lganligi uchun bu narsalarimizda. Shu uchun biz masalan hozirgi paytda masalan qiynalib yurgan masalan mashinka axtarib yurganlar uchun bu narsalarni masalan nima qilyapmiz? Obzor uchun masalan ishlatyapmiz. Hozir aytib o'tib ketdim. Mana shu yerda masalan yonadi. Shunday qo'ysak agar yonadi, g'arrilab ishlab o'tiradi masalan. Bunimizga pichoqni susaytirsak agar bu ishlamaydi. Ozgina qotirganimizdan keyin bemalol knopkani bossangiz agar ishlab ketadi. Hurmatli kuzatuvchilar, rahmat. E'tiborlaringiz uchun rahmat.